Assalomu alaykum do'stlar. Cobalt mashinamiz keldi. Sotib berishga egadan. 2014-yil. Bolalar normal tez aytib o'tib ketaman, kunning issiq. 40 gradus. Obshipkalari zo'r mashinamiz. Chexol yo'q, nilon bor, poliklar bor ekan do'stlar. Hozir yurgan kilometrni ko'ramiz. 192,429 km yurib turibdi mashinamiz. Monitorlar bor, mexanika, konditsioner ishlab turibdi. Ko'rinishlari chopki. Mashinamiz zo'r haydalgan ekan. Kaput krinda kraska bor do'stlar. Aytib o'ting shuni. Tozalab yuvsa ishlar zo'r. Barter avtokritimiz bor bu. Azroq yetar etmasa qarashib turamiz. Buning bag'asini 98 ming aytib, 98 dan kelishib chiqarib beraveramiz bo'lsa, sroshniga. Kim olacak bo'lsa, xabarlasin. Telefonlar 99 402 0035. Telegram, WhatsApp'imiz bor, bemalol aloqa chiqarasizlar. Motor tarafdan ko'rsataman. Ravan abichoklar qo'yilgan. Hoppa. Avezlar bor. Klapan terilgan. Nelari? Metallari. Mana ko'rishlar. Orqasini ochib ko'rsatayotgan qani. Zo'r saqlanibdi. Bunda metallari 90lik kavan qo'yilgan ekan. Ziqqalar aloqa chiqarsa, mashina avtosida turadi. Bundan boshqa mashinamiz ham bor. Sroshni sotish kerak ekan, egasi aytishinicha. Ko'rishlar. 98 dan qaytib beramiz. Avtokredit, barter. Azroq yetar etmasa qarashib turamiz. Barterga o'zimiz hisoblab olamiz, egasini naqd pul berib ketaveramiz. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Kapot krinda kraska bor, boshqa avtomobilni rodnoy teshkirib olasiz. Teshkirib. Mashina avtosida turadi, kelaverasiz. Bundan boshqa mashinamiz ham bor.